Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiya dese de Qacar Roza. Washington sözleyimiz bugün çizlağa. 2020 yıl 11. ayının 8. günü. Heptiki yekşembe. Vaziyet doğrusu gep kılsak hürmetli vatandaş, hazır müşahede çıkkanda Amerika Avaz Xitay Til programımızda birinci haber. Joe Biden depti ki perez kıldım, men prezident bop galba kılaman depti. Cümle şunda yazılıptı. Onun keyin Prezident Trump depti ki saylam teha ahırlaşmadı. Demek hazır bu saylamның vaziyeti ve saylamның günü ve ahırkı neticini bekitiş, muşu işki rehberinin sözüyle aytqanda bu qatmal holatga tushib kaldı mı qandaq? Biz muşunu vaziyetteymiz. Ondan keyin yana bir vaziyet. Sizler ko'rgan bo'lishinglar mumkin, lekin menga uchramabdi. Bugun tuyuqsiz menga uchrab qoldi. Shuning bilan tayyorlab chiqdim. Bundan 8 kun burun kechikib qolganim uchun sizlardan afv so'rayman. Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Mike Pompeo Osiyo ziyoratida 10 ayning 30 kuni Vyetnamdan qaytib Shanghayga kelib Jungoni ziyorat qildi degan bir xabar keldi. Bugun buni sizlarga yetkazdim. Shundaqla shu vaqtki orliqsiz bilan sizlarga so'zlagan leksiyalarim. Masalan 10 ayning 26 kuni dunyoda markazlik kalda qandaq vaziyatga munosabatda qanday ishlar yuz berdi deb bir leksiya so'zlagan edim sizlarga vatandoshlar. Bu işler özara münasebetlik mi qandaq? Ahırda görümüz. Bugün bu leksiyani ben sizlerge tayyorlab çıktım vatandaşlar. Bugünkü leksiyada alayda bir mavzu yok. Faqatla qısqa xabarlar şeklinde ben torbetki inkaslarını, torbetki fikirlerini ve torbetki film görünüşlerinin mavzularını elip çıktım. Bunu sizler üzerine tahlil kılıp alısınlar. Üzerlerinin tahlil kılışıga tapşırmalı hürmetli vatandaşlar. Demek bunu açtık. Kısa haberler. Amerika'da bütün memleketi 30 ştatta yumuşak detalda mesele var. Yani yumtalda mesele var. Teminlik sodagarının hareketleri sırlık. Demokratlar Partisi'nin alaydı hizmetçileri saylam biletini özgertti. Saylam biletinin kilişmen bir mehbi, sahtipazlıkka ait baş kılınan meseleler var. 220 min parçaga yetti. Devlet Meclisi'de işke palatada Prezident Trump'ni qolladı. Bütün Amerika'da 50 ştatta namayiş götürüldü. Amerika fıralları qaytı bilet taşlaşın çakırık kıldı. 3 saat ilgiri büyük ira, uçur, ahbarat noktaları 11. ayının 7. günü YouTube. Kelgüsüge işiningla Allah'ın nusrette yetip geldi. Keler yili vatanga qaytımız. 2 saat ilgiri maşen 11. ayının 7. günü YouTube. Prezident Trump saylam gruppasi zor ko'lamlik arz qiladiganligini e'lon qildi. Suriya Pensilvaniya shtatida biletni ayrim sanashni hukm qildi. Ko'pchilik Yangi Tangliklar televiziyasi 2 saat ilgari 11. ayının 8. günü Beijing oldimizdagi ishga oid ansiravatıdi. 11. ay, 12. ay ishga oydin Beijing ansiravatıdi. Prezident Trump'ning g'ayriharkat qo'llanishidan ansiravatıdi. Muavin prezident Mike Pence 3 gün bo'ldi odamlar orasidan g'oyib bo'ldi. Zo'r ko'lamlik qonun urushiga sal qarag'ili bo'lmaydi. Joe Biden bütün memleketke nutq so'zlashni kechiktirdi. Her qaysi sahneler cem bulup kaldı. Neticini
elan qilmadi. Vol ko'chasi televiziyasi 11-oyning 6-kuni YouTube. Axborot 11-oyning 8-kuni xo'sh xabar. Yuqori soat Prezident Trumpga mo'jiza elib keldi. Joe Biden'ning Amerikada qilgan ishlari xalqaro iqlim masalalari 11-oyning 8-kuni YouTube. Çinşao'nun cho'ng saylamda yolg'onchilik qilish qandoq yuzmadi? G'oyib, sirliq aholi nüfus qayerdan keldi? Mingjing televiziyasi 11-oyning 8-kuni YouTube. Shitao xabarlari Amerikada saylamda yuz bergan siyosiy o'zgarish. Joe Biden bilan uning o'g'li Hunter Biden sahnaga chiqib g'alabani tabrikladi. Pensilvaniyada saylam amaldori tekshirilmagan 100 ming parcha bilet bor dedi. 11-oyning 7-kuni Shitao xabarlari YouTube. Donald Trump oxirigacha elishadiganligini bildirdi. Amerika xalqi zodi kim g'alaba qilganligini bilishi kerak. 10 turlik qonun bo'yicha arz qilish umumyuzlik qo'zg'atildi. Her qaysi 50 davlat boshliqlari Joe Biden va Kamala Harrisni tabrikladi. Joe Biden haftaning 1-kuni 12 kishilik hukumat kabinetini e'lon qildi. Muhimning ichidagi muhimi yuqumliq virus masalasida 6 soat ilgari 11-oyning 8-kuni Vol ko'chasi televiziyasi Amerika istihborot sohasi Joe Biden qiltaqi tushdi. Bir qatimliq cho'ng saylam butun Amerika ko'pchilik Vanvi torbitining nozik xabarlari, ya'ni Vanvi ikkinchi stansiya, ya'ni o'zidan torpilim stansiyasi degan gap. Ikkinchi stansiya 4 soat ilgari 11-oyning 8-kuni YouTube. Davomini anglaysiz, hurmatli vatandosh.